Assalomu alaykum onajonlar. Bugun sizlar bilan o'tiladigan darsimizda, massaj darsimizda bolalarning qornini dam bo'lishini qanday qilib uy sharoitida massaj yo'li bilan davolash haqida master klass o'tib beraman. Aynan bu qorin dam bo'lish muammosi juda ham ko'p uchraydi. Yosh bolalarda ham, kattalarda ham, mana shu maktab yoshidagi bolalarda ham yoki bu sababdan keyin qorni dam bo'lib ketadi va bola bezovta bo'ladi, axlat chiqara olmaydi, dam hisobiga qornida har xil sanchiqlar paydo bo'ladi va qiynalishadi. Ko'pincha 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda ham bu muammo uchraydi. Shuning uchun men ko'pgina onalarning talabiga asosan qanday qilib massajni to'g'ri qilib bolaning qorni dam bo'lishini davolash mumkin degan savolga javob berish uchun sizlarga ushbu massajni o'rgatmoqchiman. Buning uchun mana 10 yoshli bolani misolida sizlarga o'rgatib beraman. Bu hamma bolalarda bir xil bo'ladi. 3 yosh, 5 yosh, 10 yosh yoki katta odamlarda ham. Umuman mexanizmi bir xil bo'lganligi uchun o'rtacha qilib standart 10 yoshli bola misolida ko'rsatib beraman. Hurmatli onajonlar, ichaklar faoliyati, ya'ni qorinni hazm qilish, oshqozon ichak traktini hazm qilishini bilasiz. Bu o'sha qizilo'ngach, og'izdan boshlanib qizilo'ngach, oshqozon va ichaklar, to'g'ri ichak va oxirisi o'sha chiqaruv teshigi orqali axlat chiqib ketishi kerak. Aynan nima har xil kasalliklar oqibatida, masalan, biron bir antibiotiklarni noto'g'ri qabul qilgandan keyin yoki biron bir noto'g'ri ovqatni ko'p yeb qo'ygandan keyin yoki ovqatlanish buzilganda, har xil kasalliklardan keyin yoki nevrologik kasalliklardan keyin bolalarda qorin dam bo'lish holati kuzatiladi. Bu muammo hatto tug'ma ham bo'lishi mumkin. Bolalar, chaqaloqlar tug'ilishi bilan qorni dam bo'ladi va chinqirab yig'laydi, o'sha ichak kolikalaridan azob chekishadi, ko'plab dorilar iste'mol qilishadi va foyda samara kam bo'ladi. Lekin agar siz ushbu meni kursimni yaxshi bilib olsangiz, aynan qorinni qaysi tochkalarga ta'sir qilib qorin dam bo'lishini, muammoni yechishni o'rganib olsangiz, o'zingiz uy sharoitida farzandingizga jo'yali yordam bera olasiz. Men sizlarga mana bu bola misolida ko'rsatib beraman. Hurmatli onajonlar, nima uchun aynan neyromassaj texnikasi qorin dam bo'lishida yordam beradi? Sababi mana bu bizning kindigimiz hisoblanadi. Kindigimiz joylashgan joyda va uning kindik atrofida anatomo-fiziologik tuzilishga ko'ra quyosh chigali joylashgan bo'ladi. Quyosh chigali simpatik nerv sistemaga taalluqli bo'lib, xuddi shu holatda quyoshga o'xshab kindik atrofida nerv chigali joylashgan bo'ladi va nerv chigalidan butun ichaklarga nervlar beradi. Bu nervlarning funksiyasi ichaklarni harakatini ta'minlab berish hisoblanadi. Agar aynan shu nerv chigali, ya'ni quyosh chigali faoliyati bloklansa, buzilsa, bolalarda xronический ich dam bo'lishi kuzatiladi. Shuning uchun bu texnikada aynan kindik va kindik atrofidagi nuqtalarga ta'sir qilib, biologik aktiv nuqtalarga ta'sir qilib, bolaning qorin dam bo'lish faoliyatini davolash mumkin. Diqqat qilsangiz, ushbu nuqtalarni qanday topishni o'rgataman. Buning uchun avval bolani qornini xuddi men ko'rsatgan usulda silama harakatlar qilasiz. Bu harakatlar soat strelkasi bo'ylab qilinadi. Ya'ni ichni yurishtiruvchi, dam haydovchi va qorinni bo'shashtiruvchi mashqlar, massajlar xuddi shu texnikada bajariladi. Siz ham qo'lingizni iliq qilib, xohlasangiz biron bir masla yoki massaj uchun foydalaniladigan yog'lardan foydalanishingiz mumkin. Agar yo'q bo'lsa, hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q, oddiy qo'lingiz bilan bajarasiz. Xuddi men ko'rsatayotgandek, bolaning qorin devori mushaklari bo'shashtiriladi. Xuddi shu texnikani har bittasini 3-4 kurukdan bajarishingiz kerak. Undan keyin bolani qorniga xuddi shunday perkussion ta'sir qilamiz.
bu ham soat strelkasi bo'ylab bajariladi. Agar sizni farzandingiz 1 yosh, 1,5 yosh yoki ungacha kichkina bo'lsa ham, xuddi barmoq uchlaringizda shu ta'sirni qilasiz. Bunda ichaklardagi va ichak bilan birga to'g'ri ichakdagi, ingichka ichakdagi peristaltika, ya'ni harakatlanish yaxshilanadi. Undan keyin mana bu kindikning o'rta chizig'i hisoblanadi. Aynan kindik o'rta chizig'i bo'ylab nuqtalarga ta'sir qilamiz. Bu nuqtalar kindik chizig'ida har bittasi ketma-ket quyidagi barmoq uchlarimni ko'rsatgan nuqtalarda joylashgan bo'ladi va ularni xuddi shunday qilib nuqtali texnika bilan ta'sirlab massaj qilasiz. Bu qorindagi mushaklarni bo'shashtirishiga yordam beradi. Aynan bizani mana bu qovurg'a yoyimiz joylashgan va kesishgan joyda diafragma nuqtasi joylashgan. Bu nuqta juda ham mo'jizaviy nuqta bo'lib, buni 1-2 daqiqa davomida xuddi men ko'rsatgan usulda yengilgina ta'sirlasangiz, bolaning birinchidan ruhiy holati yaxshilanadi, asab tizimi va butun nerv sistemasi tinchlanadi. Shu bilan birgalikda ichaklar faoliyati ham yaxshilanadi. Aynan diafragma nuqtasi ko'ngil aynishda, ich qabziyat bo'lishida, qorin dam bo'lishida va o't pufaygi kasalliklarida ham foyda beradi. Xuddi shunday kindikning o'rta chizig'idan 2 barmoq pastda joylashgan E64-nuqta ta'sirlanadi va bu nuqtalar ta'sirlab bo'lingandan keyin ikkinchi nuqta kindikdan 2 barmoq tepada. Uchinchi nuqta kindikdan 2 barmoq yonboshda. Buni birdaniga tiqillab tiqmaslik kerak, sekin mana shu usulda ta'sir qilish kerak. Va 2 barmoq chap tomonda. Ko'rgan bo'lsangiz, men hamma biologik nuqtalarni ta'sirlab chiqdim va bular ta'siridan keyin 3 ta barmog'ingizni shu holatda qo'yib, ichaklarni massaj qilasiz. Xuddi shunday aylanma harakatlar qilasiz va ichakni faoliyatini chuqurroq bosib yaxshilaysiz. Ich qotgan odam mana shu payti o'sha ichaklar yurishganini, ich quldirashini sezadi. Aynan mana bu yonbosh sohada sigma-simon ichak joylashgan va aynan shuni mana shu harakatda harakatlantirganingizda tezroq dam chiqishi yaxshilanadi. Xuddi shu texnika nuqtalarni bajargandan keyin yana aylanma soat strelkasi bo'ylab harakatlar qilasiz. Bundan keyin bolani qorniga yotqizasiz. Qorniga yotib bering. Yosh bola bo'lsa, chaqaloq bo'lsa, hammasi boshini yonbosh qilasiz va qorin sohasiga yotqizasiz. Qorin sohasiga yotganda bolani beliga va qorinni orqa devori sohasiga kaftingizni xuddi men qo'ygandek mana shu harakatlarni bajarasiz va bolaga yer bilan, ya'ni tekis yer bilan sizning kaftingiz o'rtasida energetik almashinuv yuzaga keladi va qorin bo'shlig'idagi ichaklar faoliyati yaxshilanadi. Bola o'zini ancha bo'shashgan, yengillashgan holda sezadi. Siz dumg'iza usti sohasiga qo'l kaftingizni qo'yib, shu holatda ta'sir qilganingizda, bu aynan ichaklarda, ta'ziviy organlarda qon aylanishini yaxshilaydi va ichaklar peristaltikasini ham yaxshilab beradi. Xuddi shu mashqlarni bajarasiz. Bunda bolalar bemalol dam chiqarishi mumkin va shu yotishini 5-10 daqiqa yotib berishini so'raysiz. Keyingisi tepaga qarab yotasiz. Biz qorin bo'shlig'idagi, qorindagi, ichaklardagi hamma nuqtalarni qanday ta'sir qilishini ko'rsatdik. Endi aynan ich kelishini yaxshilaydigan, damni haydaydigan, qo'lda joylashgan va oyoqda joylashgan 3 ta mo'jizaviy nuqtani o'rgataman. Hurmatli onajonlar, qo'lning bolani mana qornini va bel sohadan orqa tomondan ta'sir qilishni o'rgatdim. Endi bolaning qo'lida aynan mana bu bosh barmoq bilan mana bu ko'rsatkich barmoq o'rtasida xegu nuqtasi joylashgan. Xegu nuqtasi
aynan mana shu nuqta biologik nuqtalar ichida eng bosh nuqta hisoblanadi. Hamma meridianlar aynan shu nuqta orqali o'tadi va aynan qorin dam bo'lishiga, ich dam bo'lishiga, ich kelmay qabziyat bo'lishiga aynan shu nuqta javobgar bo'ladi. Bu nuqtani quyidagi holatda massaj qilsangiz, bolaning ichaklari yurishib, dam kelishi, dam chiqarishi osonlashadi. Siz ham u kichkina 1 yoshdan bo'ladimi, 6 oylik bo'ladimi, 10 yosh bo'ladimi, katta odam bo'ladimi, xuddi shu nuqtani ta'sir qilishingiz kerak. Bu ham xuddi soat strelkasi bo'ylab quyidagi harakatlar bilan bajariladi va bu 1 daqiqa davomida qilinadi. Va xuddi shu texnikani chap qo'llarida ham bajarasiz. Bu hegu aynan qorin dam bo'lishida, ich qotishida va boshqa muammolarni hal qiluvchi eng asosiy nuqta hisoblanadi. Keyingi eng asosiy nuqta bu E36, ya'ni oshqozon meridiani bo'ylab joylashgan oshqozon faoliyatini yaxshilovchi E36 nuqta aynan mana bu tizza bo'g'imini pastida 3 barmoq 3 barmoq pastda joylashgan bo'ladi. Tizza tugashiga 3 barmoq qo'yib, mana shundoq belgilab olasiz. Aynan mana shu nuqta eng zo'r mo'jizaviy nuqta bo'lib, bu insonning umrini uzaytiradigan, qorin bo'shlig'idagi barcha organlar faoliyatini yaxshilaydigan, oshqozon, ichak faoliyatini yaxshilaydigan, qandli diabet va turli xil ichak kasalliklarini bilan kechadigan kasalliklarda eng foydali nuqta hisoblanadi. Siz ham farzandingizni aynan shu biologik nuqtasiga ta'sir qilib, bolaning qorin dam bo'lishi bilan bo'ladigan muammolarini hal qilasiz. Va keyingi nuqta mana bu bosh barmoq bilan ikkinchi barmoq o'rtasidagi nuqta. Aynan bu nuqta oshqozon nuqtasi hisoblanadi va siz bolangizni shu nuqtasiga ta'sir qilganingizda ham bolaning ich yurishi yaxshilanadi. Xuddi shu holatda 1-2 daqiqa, 1-2 minut davomida bolani ushbu nuqtasi massaj qilinadi. Va oxirgi eng zo'r mo'jizaviy nuqta bolaning mana bu to'piq bo'g'imi tugashi bilan shu joyda joylashgan. Bu nuqtani ham mana shu holatda ta'sir qilasiz va bu ham 1-2 daqiqa davomida massaj qilinadi. Hurmatli onajonlar, mana ko'rgan bo'lsangiz, men sizlarga qorin bo'shlig'idagi, bel sohasidagi, oyoqda va qo'lda joylashgan eng zo'r mo'jizaviy neyromassaj uchun kerak bo'lgan, qorin dam bo'lishini yaxshilab beradigan, ichaklar faoliyatini yaxshilaydigan va qabziyatni davolaydigan nuqtalarni ko'rsatib berdim. Agar har biringiz uy sharoitida 3 daqiqa, 5 daqiqa davomida o'z farzandingizni shu muammolardan qutqarishni istasangiz, massaj qiling va 10-15 kun shu texnikani amalga oshirganda farzandingizni qorin dam bo'lishi ketadi, ichaklari yaxshi rivojlanadi, ishtahasi ochiladi. Shu bilan birgalikda uyqusi ham yaxshilanadi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Meni foydali videolarimni kuzatishda davom eting.